Hop, assalomu alaykum. Mana bugun Beda Press, Samon Press narxlarini so'raganlar uchun to'xtab hozir syomka qo'yishga harakat qildim. Hop aka, bu yer yong'oq, ha? Ha, yer yong'oq. Tak, bunaqasi uzunasiga 60, bunaqasiga 80 ekan. Ha, 80 ha? 80 ga 40 ha bunaqasi. Yo 50 mi? 80 ga 40. 80 ga 40 ha? Donasini qanchadan deyamiz aka? Buning donasi 55 ming. 55 ming ha? Aha. Kelishadigan joyi bormi? Kelishamiz, men 2000 o'tamiz aka. Aha. Xayriga o'tamiz. Ha. Dastavka xizmatlari qanday? Dastavka xizmati bepul bo'ladi. Termiz bo'ylab. Shahar ichi, bo'lmi, shahar ichi, Angor, Bangor, Jarqo'rg'on ichi. Aha. Qarash Surxondaryo viloyati bo'ylab, tushunaymi? Yo'q, Dino nima tomonda? Dino, ha, bo'ldi, tushundim. Qarachi shu yaqin Jarqo'rg'on, Angor, Termiz ichida bepul. Aha, yaqin rayonlarga bepul, ha, bo'ldi. Xo'p, keyingisi Beda sizdanmi bu ham Beda? Beda bizdan aka, Dastavka ketyapti, Angorga ketyapti. Mashinamiz. Tak, mana Angor ketayotgan ekan bu mashin. Buni 45 mingdan beryapmiz. 45 mingdan, ha? Buxoroning bedasi 45 ming ketyapti. Buxoroning bedasi ekan, mana. Qayerga ketyapti aka? Qayerga ketyapti? Angor ketyapti, mana dastavka bo'lib ketyapti. Xo'p, bedani aytmaysizmi, bedani narxini? Bedani narxi 45 ming so'm ekan. Bedani narxi 45 ming, ha? Xo'p, kelishadigan joyi bormi buni ham? Bo'lari shuncha 45 ming. Aha, bo'lari 45. Bu ham shu, ha? Bu ham shu. Surxondaryo bo'ylab, ha? Surxondaryo bo'ylab. Dastavka, bo'ldi. Dastavka xizmatlari mavjud. Xo'p. Rayonga dastavkasi bepul. Aha, bo'ldi. 3 ta rayonga dastavkasi bepul. Hop, bu yerda Samon Press ham sizdan, ha, aka? Samon Presslar qanchadan bo'ldi? Samon Pressimiz 30 ming so'm. 30 ming, ha, donasi? Donasi 30 ming. Tak, bu ham uzunligi undaqasiga 80, 80 ga 40. Qaroch hammasi bir xil, standart, ha? Aha, xo'p. Mana bu yerda Samon bor ekan. Hop, mana xaltadagi nima edi aka? Xaltadagi yer yong'oqning bariga buri. Ha, yer yong'oqni bariga. Bu qanchada? Bedani buri. Xaltasi 35 ming. Xaltasi 35 mingdan. U yoqda nima edi? U ham yer yong'oq, ha? Bu ham yer yong'oq. Bu ham yer yong'oq, ha? Bular ham hammasi bir xil, shunday narx-a? Aka? Mana nomerni qoldirib ketdik-a? Mana. Ha, nomerni qoldirib. Mana nomeri, xullas. Telefon nomeri, mana ismlari. Telefon qilaverasizlar, mana akamiz ham o'zi aytib o'tdi. Xo'p, orientirda tushuntirsak, adres. Bu yoqdan kelaverishda Termizdan, shahardan kelaverish. Bu tomon mana Kirovdan kelaverish. Bu tomon mana Namunadan kelaverish. Tak, metan nomi nima edi? Ekomi? Ekometanni oldi adres. Xo'p. Aka telefon nomerni aytib o'tamiz, ha? 94lik 089 58 61 raqamiga telefon qilaverasizlar. Mana Beda Press raqam ya bu rasm xohlasangiz raqamga farqi yo'q. Aha, bo'ldi mana. Xohlasangiz mana bu raqamga telefon qilaverasizlar. Xohlasangiz mana aka aytgan telefon raqamiga. Tak, dastavkasi Termiz shahri bo'ylab. Hop, adreslarni aytdik. Mana kelaverishda metanni oldi. Bu tomondan Kirovdan. Senajimiz ham bor. Senaj, ha? Ha, senaj. Senaj qanchada? Yana xaltadagimi? Ha, xaltadagi. Shuni bo'lmasa bir tushiraylik, ko'rsataylik aka. Bo'ldi hozir. Yuringchi. Xaltada edi, menimcha. Bo'ldi, qani yuringchi hozir ko'ramiz. Yoqda bor ekan-da. Xo'p, mana bu aka anavi-da, bu nima deydi haligi? Makka sulus. Makka selos, ha? Makka selos. Ichida donlari ham bor, ha? Dona bilan. Ha, mana donlari ko'rinib turibdi. Xo'p. Mana dona bilan turibdi. Donlar bilan, ha, donlar bilan. Buni xaltasi aka sotiladi, qop, bir qop. Xaltasi 20 kilolik. Aha. 28 mingdan beryapmiz xaltasini. Vodiydan olib kelyapmiz buni. Aha. Kelishadigan joyi yo'q, ha? Ha, kelishadigan joy Bor, oxirgi 28 oladi, ha? ming. Oxirgi 28 ming, bo'ldi. Bu ham shu dastavkalar ichiga, ha? Dastavkasi ichida bular. Aha. Bular shu 3 ta rayonga dastavkasi ichida. Bo'ldi. Faqat qaranglar, aziz obunachilar, Termiz, Surxondaryo viloyati Termiz shahri. Tak, rayonlarida faqat Termiz bo'ylab. Deno Oltinsoydan tashqari, Sarasyo, unda yaqlar uzoqda juda ham. Uzoqligi uchun Termiz, Angor, Jarqo'rg'on bo'ylab dastavkasi bo'ldi. Ana eshityapsizlar. Termiz, Jarqo'rg'on, Angor dastavkasi
bepul ekan, texnikalar bor ekan akani o'zini. Buni ham shu telefoningiz o'sha raqam a? Shu raqam. Yana bir qaytarib yuboring. 94lik 94lik 089 089 58 61. 58 61 raqamiga telefon qilaverasizlar. Adresni tushuntirdik. Hammaga sog' salomat bo'linglar. Hammalarning chorvalariga Alloh baraka bersin.